Dadasi, nonushta tayyor. Ha, aytgancha, bugun konsertingiz bor, sizdan chiqib qolmasin yana. Ha, bugun konsert bor, lekin charchadim deyishga haqqim yo'q. Chunki har doim seni ko'rsam, kuch topaman. Har doim shunaqa deysiz. Ammo o'zingiz asring. Menga sizni mashhurligingiz emas, sog'lig'ingiz kerak. Men mashhurlik uchun emas, men seni uchun yashayman. Unda sizga omad tilayman. Bugungi konsertingiz har doimgidan ham zo'r o'tsin. Amin. Rahmat. Yaxshi o'tir. Voy, uzr, kechirasiz. Yaxshimisiz? Siz ham shu yerda turasizmi? Men ham shu yerda o'tiraman. Ha, men ham kecha ko'chib kelgan edim. Xush kelibsiz, zo'r-ku. Adashmasam, san'atkorsiz-a? Ha, shunaqa. Ha, mayli. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Turmushning tor yo'laklarida adashma xor yo'laklarida muhabbatning ertaklarida ko'chadagi malakcha bo'lar uyingdagi bo'lakcha bo'lar. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisan? Bugun kayfiyatingiz boshqachami? Kayfiyat cho'tki bugun. Yo'q, har doim shunaqa zo'r bo'lsin. Ko'rdim qancha qand yeganlarni, qandlaridan pand yeganlarni, yor ustiga yor deganlarni, fig'onlari falakcha bo'lar, uydagi yor bo'lakcha bo'lar. Tinchlikmi aka? Kayfiyatingiz yomon? Yaxshi. Sahnada ham o'zingiz yomon tutdingiz rosa. Yaxshi dedim-ku. Xo'p, uzr. Xuddi ishingni qil. Baxtliroq ertaga. Xo'p, yaxshiman. Qanday o'tdi bugungi konsert? Yaxshi bo'ladi. Lekin ozgina charchadim shekilli. Ha, aytgancha, sizni boya pastda bitta ayol bilan ko'rgandim. Kim ekan? Qo'shnimiz yani, ko'chib kelgan qo'shnimiz. Rahmat. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'yladim. Boya chiqqandilar narsa so'rab. Muxlisingiz ekan. Yo'q-a? Yaxshi-yu. Men sizni muxlislaringizdan rashk qilmayman. Men sizga ishonaman. Hozir o'tirib turing. O'tkinchi yoring malakcha bo'lar, uydagi yoring bo'lakcha bo'lar. Dunyoda ko'z ochib ko'rganing ilk muhabbating boshqacha bo'lar.